bugun odam ham rosa ko'p bo'ldi. Belim ham qotib qoldi. Yaramas. Voy. Aldoqchi. Men nima qildim senga? Esing joyidami? Hali siz meni aldab yuribsizmi? Men sizni deb ota-onamga qarshi bordim hali. Men nima qildim senga? Tushuntirib gapirgin. Nima bu? Nima bu? Nima bu? Qayerdan olding buni? Qayerdan olganim umuman muhim emas. Ha, asl yuzingiz ochilib qoldimi? Esimga tushdi. Men senga hozir tushuntirib beraman. Qara. Bu o'shanda qo'lini kuydirib olgandi. Keyin ushab ko'ring, sezmayapman degandi. Eshitgan, sezmayapman dedi. Ushab ko'ring dedi. Keyin siz jon deb ushab oldingiz, ha? Qo'lini sezmayapman deganim uchun ushlagandim. Nima? Birga o'tirib ham tekshirayotganmidingiz? Sanchi meni eshitmayapsan? Eshitgan, men hozir tushuntirib beraman. Eshitmayman ham sizni. To'y ham bo'lmaydi. Voy. Qanaqa qilib men siz bilan shuncha yurdim, ha? Voy, hozir men tuhmatga qolyapman, eshitasanmi? Ahmoq bo'lgan ekanman. Men sizni deb ota-onamga qarshi borib, sizga turmushga chiqishga ularni rozi qilgan ekanman. Ozgina urushib olinglar. Bir mazaq tomosha qiling, tekin tomosha bo'lyapti. Bo'pti, boraman endi. Sanchi hozir noto'g'ri qaror chiqaryapsan. Biroq eshitgan umuman boshqa narsa bo'lgan bu yoqda. Hech narsa bo'lmagan, men hammasini ko'rdim, tushundingizmi? Shunday yaxshimisan? Ishlasa qilmadimmi bola? Siz nima qilyapsiz bu yoqda? Ha, oying jo'natgandilar orqasidan borgandim. Kim bu? Senga nima? Senga nima? Bitta insonning hayotini barbod qilib yuradigan sendek erkaklarga sifa. Boray damingni olay. Hech bo'lon bilmaysan. Men senga hozir Men siz bilan gaplashgim ham kelmayapti. O'sha qizlaringiz bilan gaplashib o'tiravering. Boshqa ko'z o'tirmagin.